Qizlar joylar aloe kapsulalarimiz ham keldi. Aloe kapsulalarimiz ham keldi. Bu aloe kapsulalarimiz qizlar joylar va pishi effekti bomba ekan. Oshqozon yazvasi, oshqozon gastriti, oshqozon pankreatiti, o'tdagi dimiqish, o'tdagi qayrilishlarni, oshqozon osti bezlarini shunaqa zo'r davolab berar ekan. Ishoninglar, hazm qilish jarayonini shunaqa zo'r tezlashtirib berib, ichki ishlagilarni shunaqa tozalab berar ekan. Qabziyatdan qiynalganlarga va pishi bomba ekan. Ishoninglar, shunaqa ichdi, shunaqa zo'r yumshatib beradi. Umuman qiynalmaysizlar qizlar jonlar. 3-kursidan keyin bu yerdagi tuzlar tushibdi. 4-kursdan keyin ishoninglar, effekti bo'lgan insondan atziv oldim. Matkasidagi miyoma yo'q bo'lib ketibdi. 4-kursni ichishni boshlab, 4-sini ichgandan keyin deyaptilar, matkamda miyoma bor deyapti. O'sha kun bor apparatga tushsam, hech qanaqa miyomam yo'q deyaptilar. Ishoninglar. Mana bitta aloe kapsula, nima qilsam bitta aloe kapsula ichib yurdim deyaptilar. Plus shunaqa zo'r ozdiradi, yuzinglarni tiniqlar ichdi. Bu aloening shirasidan tayyorlangani uchun yuzdagi dog'larni ham shunaqa zo'r tozalab beradi qizlar. Vobshe olvolinglar, maza qilib ishlatasizlar. Aloe kapsulamizni ozdirishga ham juda ham zo'r bomba. Ayniqsa ichdi shunaqa zo'r surib tashlaykan, maza qilasizlar, ichinglar shuna yumshoq bo'lib qoladi.